Bizlar bir oylik tojikistonlik bemorimizni operatsiya qildik. Bemorimiz klinikamizga tashrif buyurgunga qadar juda ham O'rta Osiyoning ko'p klinikalarida murojaat qilishgan. Bemorning holati og'irligini inobatga olib, ular bizning klinikamiz Ezgu Niyat klinikasi haqida ma'lumotga ega bo'lib, bizlarga murojaat qilib kelishuvdi. Bemorning ahvoli kelgan vaqt juda ham og'ir edi. Bu shunaqa diagnozki, buni qancha erta qilinsa shuncha yaxshi. Buni operatsiyadan boshqa davo chorasi yo'q. Bunaqa bemorlarni qancha erta operatsiya qilinsa shuncha yaxshi. Operatsiyasiz ming afsuski bunaqa go'daklar yashay olishmaydi. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi va bundan keyin bu bemorimiz ham boshqa o'zining tengdoshlari kabi sog'lom hayot kechiradi degan umiddamiz.